Hammaga salom. Mana biz boshladik mana shu o'yinni o'ynashni. Endi nimaga ahamiyat berishni aytib ketaman. Birinchi bo'lib mana bu yerda giveaway ko'ryapsizlarmi? Cook. Bu giveaway har 3 kunda yangilanadi deb o'yladim, chunki bundan oldingisi wallet bilan edi. Endi buni ustiga bossak, bu mana StoneFi bilan bo'lyapti. Bu yerda aytib qo'ygan, mana birinchi zadaniya просто StoneFi ochish edi. Ikkinchi zadaniyada bitta dona любой tranzaksiya qilish kerak StoneFi ichida. Любой narsani oldi sotdi qilasiz va uchinchisi o'sha yerda tekshirish kerak bo'ladi. Har bittasida sovg'a beradi va oxirida mana bu imkoniyat shu $7000 tarqatilar ekan, почти 2200 ta odamgami, 2100 qanchadir ham odamga. Вот, bu har 3 kunda yangilansa kerak bunaqa kichkina o'yinlar. Endi asosiy o'yin mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda o'zi mana tepada ball yig'ish kerak. Mana holiday giveaway deyapti, $400,000 sovg'alarni tarqatar ekan. Hammaga omad tilayman mana shuni yutishda. Menda уже 100 ta level qilib bo'ldim. Mana bu sizlar sekin bosib chiqaverasizlar har bittasini. Mana bu iPhone chiqadi. Yani iPhone'da yutish imkoniyati beriladi. Qancha ko'proq. Xullas 100 ga chiqib olishingiz kerak edi, hammasida ishtirok etishingiz uchun eng qimmati mana Plush Paper. Tak, endi boshladik. Bu yerda nima qilish kerak? Mana shu ballni ko'paytirish kerak. Mana bu get gift bosasiz. Masalan, mana bu narsa chiqib keldi. Bu ikkalasini qo'shasiz, yana bitta chiqadi. Mana shu hozir ko'ringani bu eng oxirgisi. Yana bitta shunaqa chiqsa, bular yo'q bo'lib ketadi-da, joy bo'shaydi. Joy bo'shatish kerak. Agar masalan mana qaranglar, hozir bosdim. Menda joy qolmadi, to'g'rimi? Mana boshqa bosa olmayman. Bu payt eng arzonini qarashingiz kerak. Bu yerda mana ayiqcha eng arzoni, undan keyin mana yurakcha keladi, keyin bu keladi, keyin bu, xullas dalsh ketaveradi. Masalan, bizga ayuchi hozir kerak emas. Mana bu ko'ryapsizlar, exchange for 1 yo'q qildik, yana bir marta bosdik. Boshqasi chiqib qoldi. Yana ayuchi chiqib qolishi mumkin. Shunda yana bir marta qilib boramiz. Buni bunga qo'shamiz, buni bunga qo'shamiz, buni bunga qo'shamiz. Mana boshqacha paydo bo'ldi. Yana bir marta bosib ko'ramiz nima chiqar ekan. Ikkalasini qo'shdik. Qani bo'ldi, yana joyimiz qolmadi. Mana shunaqa qilib bo'shataverasiz, ball yig'averasiz. Mana bu yerda tasklari bor. Odam qo'sh, necha marta giftlarni mana bir-biriga, bu gift boxlarni necha marta ochsangiz yana qo'shimcha beradi, kulli bonus. Mana necha marta bir-biriga o'sha mana sovg'alarni qo'shib yuborganingizni hisoblaydi. Partnyorstvalar bor, har xil loyihalar, ularni mana masalan mana exchange qilib balobatlar hammasini qilsangiz yana qo'shimcha 200 tadan yaxshigina energiya berar ekan va loot box beradi. Mana bu yerda 1000 ta merge qildim, claimni bosdim va menga 100 ta yana energiya berdi. Advent kalendar bu hali bo'sh, hech narsa yo'q. Shop bu yerda qo'shimcha o'sha gift boxlar sotib olish mumkin. Yana balobatlarlar sotib olish mumkin, lekin shart emas. O'yinda в принципе juda katta rol o'ynab bermasa kerak deb o'ylayapman. Hatto endi mablag' qimmat ekan-da. Qaranglar, bu o'zingizlarga в принципе bunaqa shart narsa emas. Bu yerda sovg'alar, ikkita kupon men yutib olganman. Bir xilda undan ham ko'p narsalar bor. Bittasi VPN uchun, bittasi eSIMga skidka. Va mana bu ham referallarni plus tarafi. Masalan, kimnidir chaqirgan bo'lsangiz, sizga va u odamga, chaqirgan odamingizga bonus beradi. Masalan, hozir bitta bonus topib beraman. Mana aytaylik, men Baxtiyor ko'rsam, take degan knopkani bosasiz, ham sizga ham unga bonus boradi. Mana shu nima chiqsa, mana masalan menda energiya chiqib qoldi. Atak bu yerda boshqa narsalar ham chiqishi mumkin. Mana shunaqa qilib ishlatasiz. Mana shu giveawayda ishtirok etishingiz mumkin. Nimadir yutib olishingiz mumkin. Как бы juda oddiy, prostoy, hech qanaqa bosh og'ruvsiz bo'lgan o'yin. Hammaga omad tilayman. Yangi yilda kamida iPhone'li bo'linglar.